Assalomu alaykum hammaga, YouTube kanalidan Cobalt avtomobiliga bilet DK300 qo'yib berganmiz. Buni yoritishlarni hozir video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bu Kuz firmasidan bo'ladi. Kuzdan bilet olingan, biz ustunovka qilib berganmiz. Klassik holatida yoritish bilan ko'rasiz. Tanishtirib o'tamiz. Bu bilishning holatida o'rtasida vazir bo'ladi. Mana bu dalnisi bo'ladi. Bu faraga keladigan bo'lsa, klassik holatida qo'yilgan. Yaqindan bitib ko'rsatamiz. Klassik holatida viatrajatorlari qoraga bo'yalgan. Qonun doirasida qilingan. Keyin yana bitta narsa, H4 mini LED-imizni sap-sariq kelgan. Hozir buni yoritishini bitta ko'rsatamiz. Liniyalari cho'tki bo'ladi, danlisi ham sariq bo'ladi. Bitta yoritishini ko'rsatdik. Obyomi vashi katta bo'ladi, liniyalari zo'r bo'ladi, tekis liniya bo'ladi. Palasali bo'ladi. Tubankiga qo'yib yuborsanglar ham bo'ladi. Xo'p, bu ledlarimizni olib kelib, donaga ham optimga ham bor. Donaga 350 ming so'mdan beramiz, optimga kalkulyatsiyaga qarab turib narx chiqarib beramiz. Agar bizdan oladigan bo'lsa, optimga olib kelib, ustunovkasini ham biz tekinga o'rgatib qo'yamiz. O'zingizlarning ustinglar bo'lsa agar, garantiyalari bilan qilib beramiz. Bu originali Xitoy emas, Xitoy 200 ming so'mdan sotamiz. To'g'ri, hammasi Xitoy, lekin kачествоsi past bo'ladi. Bundan emas, okalar, kачествоsi yaxshisidir. Keyin kerak bo'lsa telefon qo'yasizlar. Bundan ham bor, biletdan ham bor.